Assalomu alaykum, Ixlosget YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Yana bugungi videomiz terak ko'chatlar haqida bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Optim joyiga kelganmiz. Xudo xolasa bu joyda 400 so'mdan boshlab 3000 gachami aka? 3000 so'mgacha. 3000 so'mgacha bo'lgan teraklarni sotishyapti ekan. Hammasi chiroyli qilib, pachkalab, tomirlariga ham qaranglar bitta. Hammasi traktorda ko'chirilganmi? Traktorda aka. Ziyon yetmagan-a, xudo xolasa tomirlar. O'ta go'zal. Bir qator mana sizlarga hozir egalarining o'zidan ma'lumotlarni olishni boshlaymiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchab olmayapsizmi aka? Rahmat. Xalq xizmati yuklashdi, boshlashdi xudo xolasa. Ha, bu Samarqandga ketdi hozir bu teraklarimiz. Sezon boshlandi aka. Ha, boshlandi aka. Eng arzonidan boshlaylik aka. Eng arzoni Mashag'da aka. Tezlatib beramiz, odamlar ko'p vaqtini olmaydi. Bo'laveradi aka. Mana shular necha pul? Eng arzoni. Mana shu 400 so'mdan chiqadi aka. 400 so'm. 400 so'm, 500 so'mdan 2 metr bor-a, balandmi? 2 metr bo'lsa aka. 2 metr chiqadi. 2 metr chiqadi aka. Bular aka 1 yillik. 1 yillik. 1 yillik ko'chatlar. Tushunarli. Nechinchi sort o'zi bular? Oxirgi sortimiz. 4-chi sort. 4-chi sort. Shunday. 3-chi sortimiz qaysi aka? 3-chi sort mana aka. Necha pul mana shu 3-chi sortlaringiz? Mashinasi 1,5 ming so'm aka. 1,5 ming. 1,5 ming so'm. Aka ko'proq olganga kelishtirib berasizlar? Beramiz aka. Kelishtirib xudo xolasa. 3 metr, 2,5 metr aka. 2,5 metr chiqadi. 2,5 metr. 3 metr ham chiqargan-a bir xil. Chiqadi, bor aka. 1,5 ming kelishtirib berasizlar. Kelishtirib beramiz. 3-chi sort. 3-chi sortlar. Tushunarli aka. Ikkinchi sortimiz qaysi endi? 2 sortlarimiz mana shu deyilamiz, 2-chi sort aka. Aha. Mana. Tomirlarga bitta tomirlar traktorda ko'chirilgan sveji. Nechtadan pachkalanadi? 50 tadan aka. 50 tadan. Narximiz? Narximiz ixlosdan desa 2200 ham qo'yib yuboramiz aka. Bo'ldi aka. Gap. 2000 bo'lsa bo'lmaymi? Kelishamiz aka. Kelishamiz. Ixlosga Bahromjonni kanalidan oldim deb telefon qilinglar, xudo xolasa yo'lida qilib berishar ekan. Men ozgina kech qolibman, hozir o'sha Qashqadaryomi, qayergadir Furaga. Samarqandmida aka, Furaga yuklab berishib yuborgan ekan. Men uspet qila olmay qoldim kelgan, lekin mana bularni qaranglar. Bular nechinchi eng birinchi? Bular birinchi sortlarimiz. Necha pul qilib berasizlar shuni aka? 3000 so'm qilib beramiz aka. 3000 so'm. Ey jonim. Baquvvatli. Budasini qarang. Bu aka O'zbekistonmi bu? O'zbekiston. Qanchada? Oq teri, ko'k teri. 1 yasharmi, 2 yasharmi? 1 yashar aka. 1 yashar. Birinchi sortlar bilan. Bu bo'yi baland ekan. 4 metr, 4,5 metr chiqaveradi aka. Bu birinchi sort ekan, baquvvatligimi? Tomirlari hammasi yaqinda ko'chirilgan, ha? Bugun 4-chi kun biz yetib keldi, hali ajratishga ham ulgurganimiz yo'q. Bugun zakasimiz ko'p, mana ikki ham ajratib qo'yganmiz. Sortiga ajratyapsizlar. Zakasiga ajratib qo'yganmiz, bulardan chiqarib olishimiz kerak. O'zi naryoqqa yuklanyapti hozir. Tushunarli. Ko'rib Kommentariyaga yozishyapti-da, 2000 ta olaman, 3000 ta olaman, dastavkasi qanaqa bo'ladi deb yozishyapti aka. Keyin xudo xolasa 1000 ta, 2000 ta olganga dastavkasini ichida qilib beringlar-chi. Kelishtirib beramiz aka, xudo zo'r qilib beramiz. Narxidan ham bo'lib ketadi bizdan olgan odam bir xafa bo'lib ketmagan shu paytgacha. Zo'r. Xullas, birinchi sortimiz 3000 so'mdan tushib berasizlar, hozir. Bunisi 2200 so'm, 2200 so'mdan qo'yib beramiz buni aka, javob. Xudo xolasa 500 ta 1000 ta oladiganlarga kelishtirib berish. Bu yil aka ko'chat rosa ko'p ekan, to'g'risi. Yil ko'p aka. Ha? O'shaning uchun sizlarga ham sotilgani foyda. Ha, xudo xolasa. Karvon mingta rizq bo'laydi-da, xudo xolasa. Sotib beramiz. Zo'r. Xalqning duosini oladigan akalarimiz, xudo xolasa. Maqda ham bor aka, bularni ozroq qilib ham beramiz, xudo xolasa. Mana bular 1200 so'mdan beramiz, 1000 so'mdan berib yuboramiz aka, ixlosi bilan kelsa mana. Polvon ko'chatlar o'zimizni doni ham butun deringlar mana. Tushunarli. Nesni deringlar bari. Mana bu yerda ham bor. 1,5 mingdan qo'yiq suyuq berib yuboramiz aka. Bular aka 2,5 metrli deringlar. Shu bitta partiyami bular endi o'sha bilan? Har xil keladi. Bu bitta partiya, bu bitta partiya. Tushunarli, alohida. Alohida. Zo'r. Bu terak ko'chatdan boshqa yana nimalar bor? Nimalar u nimadagilar? Aka bizda dekorativlar bor, mevalilar bor. Shulardan ham bitta hammasidan bor aka. Nima o'zi bu manosi aka? Odamlarga bu ham sizlarga o'zlaringiznikimi bu ham? Yasheriklarnikimi? Bu ham o'zimizdan bu sotilgan. Bular haligi Yasin deganda yangicha sorti bu. Tushunarli. Narxi necha pul atrofida sotiladi bular aka? Bular aka ha, bular Qirg'izistonga chiqib ketyapti. Bu terakimcha boshqachaga o'xshayapti. Bu kalipor teraklarimiz aka. Necha pul aka mana shu? Boshlarimiz 1000 so'm aka mana. 1000 so'mdan. Bular ham 1 yosh. Bu yerda ham 1 yoshlik, 1 yilligi, birinchi sorti, ikkinchi sorti, uchinchi sorti. Yashikkami endi aka bular? Qanaqa bu? Sorti qanaqa? Bu yashiqqa ham ishlaydi. Aha. Yashiq ham bo'lar, material ham bo'lar.
Hashtini nech pul qilib berasizlar oxirgi narxi? Mashinaga 2,5 ming qilib beramiz. Hoji aka ko'proq olganga dastavka qilib beriladi. Xudo xolasa. Manzilni bitta yetib tushuntirib qo'yinglar, odamlar. Kaliforniya ham bormi aka? Bo'l, uni ham bitta ko'rsataylik. Nech pulsa? 7 mingdan chiqaveradi. 6 mingdan boshlab 20 minggacha bo'yiga qarab, baquvvatligiga qarab, ha? Tushunarli. Manzilligiga qarab keyinidi. Manzilni bitta aytaylik aka. Xullas, Quva Marg'ilon yo'nalishi desak bo'ladi. Marg'ilon yo'nalishi. Quva Marg'ilon bu tomon Quvadan kelish, bu tomon Marg'ilondan kelish. Quva Marg'ilon yo'nalishida nomerlarni aytib qo'yaylik aka, yodda. Nomerlar 90 390 60 64. 94 lik nomerlarimiz ham bor. 622 95 98 telefon qilishaveradi. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqsalaring, akalarimiz lokatsiya tashlab berishadi, kelib ko'zlaring bilan ko'rib, tanlab olib ketsalaring bo'laveradi. Aka, boshqa sotiladigan narsalar qolmadi. Mashinalar xudo xolasa, bizda hozircha shular. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Shunaqangi arzon, optim joydan shunaqa ko'chat deysizlarmi, mevali ko'chat deysizlarmi, hammasini topsalang bo'ladi. Ko'rasizlar, bu joyda yo'lning ikkala tomoni to'la shunaqa ko'chatlar bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quvadan bo'lyapti.